Bolalarning umri, yoshlarning umri bugun bema'ni, befoyda. Xo'p, endi bema'ni, befoyda degani qolgan kirib ketaveradi. Diskoteka, internet, gaplashib o'tirish, bekorchi o'yinlar. Endi buni sanash hojati yo'q ekan, bema'no, befoyda narsalarni o'tib ketib qolyapti. Shuning uchun men maktablarga yig'ilishlarga kirganda aytaman, bolalar, kelajakda xor bo'lmoqchimisizlar yo kimdir bo'lib yaxshi yurmoqchimisizlar? Shopir olib yursin, siz shopir bo'lmoqchimisiz yo orqada o'tirgingiz kelyaptimi? Orqada o'tirib ketkim kelyapti. Unda o'qing. Orzu bilan bo'lib qolmang. O'qimasangiz siz oldida ketayotgan bo'lasiz, o'qisangiz orqada ketayotgan bo'lasiz. Tanlang deydi. Shuni ham noto'g'ri biz aytinglar. Zo'r o'qiganlar, yaxshi joylarda 2 ta 3 ta institut, universitetlarda o'qiganlar, qishloq xo'jaligida o'qiydimi, arxitekturada o'qiydimi, ichki ishlar sistemasida o'qiydimi? Hozir yo tuman yo shahar yo viloyatda kimdir bo'lib ishlayaptimi? Masalan, eshik tagida eshik ochib o'tiradigan odam bilan ichkarida rahbarda oyligi tepa-teng farq qiladi. Agar pul jihatdan olsangiz. To'g'rimi? To'g'ri. Bu 5 million olsa, bu 12 million oladi. Yana boshqa qulayliklar. Shuni bolalarimizga oddiy va sodda qilib, men nimaga jumalarda mana buncha harakat qilsam, balkim kitobiy gapiralsam kerak, ramkadan chiqmasdan. Lekin yo'q, biz maqsadimiz bitta suxandonlik emas. Shu kelgan odamlarimiz shekilli nima mavzuda keldi? Bugun respublikamizda tema nima? Masalan, taloq temasida zo'r tushunib chiqib ketish kerak. Oddiy, sodda, ko'cha tilida o'zimizni gaplashadigan tilda gapiraylik, lekin xalq tushunsin. Bolalarga ham shuni tushuntirish kerak.